Assalomu alaykum. Said Akbar Rus kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa yana o'sha mashhur arzonchi Ibrohim, Ismoil ukalarimizni mini mol firmalariga xudo xolasa yetib keldik. Bayda sonigacha ko'p emas, bir 8 ta, 10 ta, 12 ta atrofida xunojil novvoslarimiz bor ekan. Xudo xolasa bularni narx-navolarini yoritib berish maqsadida Husanboy ukamiz bilan birga video syomkani olib boramiz. Ibrohim ma'lum sabablarga ko'ra yana ekran ostida yo'q. Hop, manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sarg'iq qishlog'i Shovon mahallasi 2026-yil 18-aprel sanasida video syomkalarimizni xudo xolasa olib boryapmiz. Qo'yayotgan mollarimiz kimgadir ma'qul kelsa, bemalol Husanboy nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana mollarimizni bir ko'rsataylikchi, chiroyli qilib, mana sekin. Mana hurmatli obunachilar. Xunojin 3 ta xunojinimiz bor ekan. Mana manadan boshlandi. 75-80 sm novvoschalardan tortib 1 metr 1.5 filsgacha xudo xolasa novvoschalarimiz bor. Hurmatli obunachilar, chorva olib qolishni maslahat beramiz. Ko'ryapsizlar, narx-navo kundan kunga ko'tarilib ketyapti. Husanboy, boshladikmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimi? Charchamaysiz? Assalomu alaykum hammalar. Yangi partiyamiz keldi. Mol yo'qsa, so'z gapimiz yo'q sotish moqlarida. Mol har qanaqasi mol beraman aka. Ishlarni bitirib beraman. Ha, Husanboy, keyin bitta yapib, Hop. realni. Tortishmaydigan, talashmaydigan qilib qo'ydim. Yoshsizda, sizga haligi bunaqa demaylik. Mana aka. Ashundan boshlaymizmi? Bir juft xunajin. Ha, qani o'lchangchi. Hurmatli obunachilar, mana realni. Necha? 95. 94 mi? 90. Filisi olishsin. Kela mana obunachilar. Estoni. Xunojina ikkalasi ham. Bu 88 mi? 88. 90 dan olishi olsun. Ha, 90 dan. Uni ikkisi bunga, buni ikkisi unga bir joyga ketadigan bo'lsa. Bir bichari zo'r aka. Narxini nima deysiz buni? Ikkalasi jup ketadimi, yakka? Ketadi aka. Aha. Ikkovini oldim deysin. Aka 22 milyon so'm. Ikkalasi ya? Ha. Husanboy? Okey. 22 million so'm. Ha. Ha, tushib berasizmi? Shu beraman. Qancha? 500 ming tushib beraman. Bo'ladimi? 21 gachi. Olishsin. Sizga gapingiz. Hali Husanboy, hozir men sizga aytdim-ku. Men so'ra, hali bozor qilmaylik. Aka 10 million, aka 11 million, ha? Tassa realni qo'yaylik, chunki buni ko'rayotganlar bor-ku. Ko'rayotganlar ham Husanboy, senga o'xshagan, menga o'xshagan odamlar-da. Hali nima desam, hammani ham ko'zi ochiq. To'g'ri. Ha, realni chiroyli narxlar qo'ysa, maqsad ikkomizga ham edi, men ham vaqtimni ketkazmaydi sen ham. Maqsad sotish, xudo xolasa. Aka tanlab olishsin mana. 10 millionga 11 million tanlab olishsin. Tanlab olish, ha? Bunisi 11 million. Bo'ldi. Akalar mana mayda bir 75 filis minusida. Kichkinami ya? Ya, adashibman, 80. Pilis. 80 filis ekan aka. 84 chiqyapti. Husanboy, 1-2 sm obunachilar o'tib ketsa. Bu material emas, o'lchab sotiladigan. Ha, akalar mana kalla boshlarini qaranglar. Mana bularniki mana realni, xudo xolasa hamma yo'q sog'lom. Bu 80 filisimizni qancha qilib berasiz? Yo'qlar, stakancha bichari zo'r aka. Buni 8 millionga yetkazib olib borib beraman. 8 millionga? Ha. Bo'ldi Husanboy. Buni so'ramadim. Narxini yaxshi aytdingiz. Talash tartishini xizmat qildi. Narxini yaxshi aytdingiz. Mana. Bu qochamiz aka. Shvet bu qochamiz. 80 filis ekan bu. 89 million sirg'a so'rab bu qochamiz aka. Nechasimi? Yetib ko'rsatayin aka. O'zargan boshlagan aka. Bo'ldi. Bu narxi aka 10 million 500 ming so'mga yetkazib olib borib beraman. Toshkentga do'g. Vodiyga 10 millionmi? Yo'q, odiyga 200 ming so'm o'tib beraman aka. 10 million 500 danmi? Ha, 10 million 300 ming ma'qul keldi. Jo'nataversangiz. Ha. Vodiy bo'ylab. Ha, bo'ldi Husanboy, qani. Endi siz savdongizda biz aralasholmaymiz, asli so'rab qo'yaveramiz. Chunki aka o'tib beraman. O'tib beraman degan ma'noda o'tib beraman aka. Birinchisi vodiy bo'ylari akalar 95 filisda bor. 95 pilis. 95 filisda realni
Ha 3ta bittami? Uchtasi, ha. Ha o'lchab turavering hozir. Mana akalar. Hamma yo'l bir boshdan ko'rasizlar. Oyoq qo'llari ideal holatda. Mol Aka, bu qarang. Korpusini qaranglar. Mol. 98-99 tushyapti. Korpusi. To'xtab turinglar. Hozir bitta, ikkita, uchta ham bittami? Uchta, Ha, ha. bo'ldi unaqa bo'ladigan bo'lsa. Necha ekan bu? 95 tushyapti aka shunisi. 95 bo'ldi. Uchalasini bir joyga yengil qilib beringchi bo'lmasa. Yengil qilib beraman. Uchovini oldim, jo'natver degan odam bor aka. Aha. 35 million so'm. Uchalasi 35 million. 35 million. Xayri ham bor, kami ham bor. Yerga o'zi telefon qilib o'tib beraman. Bo'ldi. Akalar mana real mollarni og'zi burnlari xudo xolasa hamma yo'q sog'lom. Aka, molla bozordan 500 ming, 1 million arzon bo'lsa, mol joyida qolib ketaversin aka. 35 million so'm bo'ladigan bo'lsa 11,5 milliondan bo'ladimi? 11 million 650 danmi bo'ladi? Hop, 11 million 650 dan bo'ladigan bo'lsa, hop, uchalasiga qancha o'tib berishingiz mumkin? Endi aka 1 million o'tib berasizmi? 1 million 34 million yoqib beraverasizmi? 34 millionga yetkazib olib beraman. Hurmatli obunachilar, 34 million bo'ladigan bo'lsa 11 million 300 ming so'mdan bo'ladi, lekin obunachilar mollar hammasi xudo xolsa yaxshi mollar. Prosta bo'sh qolib, suyagi to'ldirish kerak bo'ladi. Mana endi ammo ko'chatlari bor ekan. Hisobga to'xtab turing, bitta yaxshilab ovlaydi. Ya, hisobga o'lchang bularni yechib olasiz. Ko'chatlari xudo xolasa zo'r, ideal holatda ekan. Mana bunisini ham 95. chiroyli ekan. 95. Ha. Hop, bunisi-chi? Bunisi ham 95, 96. Bo'ldi, 95 dan yechingni maniga ongni yetalangda. Necha mehnat qilasiz, lekin mollarda haligi ko'chatda boshqasi. Holang bittadan qiynalsan. Bittadan olsangiz ham mayli. Ha, bo'pti, ikkalasini ham. Hurmatli obunachilar, to'xtab turing. Hurmatli obunachilar, bu mollarni qaranglar-da, oldi gardanlarini qaranglar obunachilar. Ikkalasiniki ham bir-biridan yaxshi ekan. Mana qaranglar, oldi ko'rak deymiz-ku. O'ta darajada yaxshi holat, haligi ko'chati zo'r mollarda, mashina korpusi butun mollarda xolasa. Gap yo'q. Ashigan baylab ko'ring. Endi buni jicha maqtab qo'ysak, narx ko'tarilib ketmasin, ha, Hasanboy? Yo'q, aka, buncha narx ko'tarilmaydi. 95 dan plyusga bo'ldi. Hop, ko'chatlari hamma yo'q, xudo xolasa zo'r ekan. Xudo xolasa Hasanboy narxini ayting. O'zi molimiz bugun oz. Aka, narxi 29 million 500 ming so'mga yetkazib olib beraman. Samarqandga doğru yetkazib beraman. 29,5 ga Samarqandgacha. Ha. 29 millionga, 29 millionga Vodiyga. Unda aka 200 mingdan o'tib beraylik. 29 million. 200 mingdan o'tib bersangiz o'zi 29 million 100 o. Vodiyga 29 million. 29 million Hammamizga so'm barakasini olishsin. bersin. Mol baraka. Hurmatli obunachilar, bugungi molimiz o'zi mol olish qiyin bo'lib ketdi aka deb Ibrohimjon shuna dedi. Molimiz soni oz. 8 dan 9 ta molimiz bor ekan. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, ostiga qo'yib qo'yilgan nomerlarga telefon qilib bemalol aloqa chiqarib olsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rish hammamizga nasib qilsin.